2009-yil Nexus 2 mashinasini sizlar uchun tortishib 2150 ga tushirib qo'ydik. Bitta like bosib qo'ying, like bosadigan joy shuncha harakat qilyapmiz. Like bosib obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalga o'tsanglar, egalar nomerlari bor. Rosa harakat qilyapmiz, like bosmaysizlar. 10 ming, 20 ming, 30 ming prosmotr bo'ladi. 1000 ta, 1,5 mingta like bosasizlar, lekin sizlar uchun harakat qilyapmiz. Narxini tushirmayapmiz. Iloji boricha harakat qilib, tortishib, egalar bilan tortishib, mana 1 soat harakat qilib 2150 ga ko'ndirib qo'ydik. Nexus 2 2009-yil bitta like bosing shu yerga. 2009 kraskasi 50-60 Diatrollar, akani, xullas, asijitga rozilar. Mashinani polni asijit deb proverka qilib olaverasizlar. Mana kapotlar radnoy o'tiribdi, kuygan holatda. Mashinani ko'rib, tekshirib ko'rib olsanglar bo'ladi. 2009 prostoy, yaxshi yumshoq balonlar, holatlari zo'r. Motor, hadovoylarida umuman ishi yo'q ekan mashinani. Balon holati yaxshi bo'lib turibdi. Xullas, motor hadovoyida texnik rasxod yo'q, lekin bu yoq tomonlar mana kuzov qismlari ham, tomlari ham ideal bo'lib turibdi. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana shu bufor qismini ozgina qildirib olaman. Kapot bilan bufor qildirib olasiz bo'ldi. Lekin qolgan yoqlarida ko'rmadim. Yaxshi holatda o'tiribdi. Bitta like bosib qo'ying-da. Shu yerga 2150 ga topishingiz qiyin. Xo'p, 2009 prostoy ko'rik chexol, magnitofonlar bor. Konditsioner bormi deyman. 2009 400 ming yurgan. Mashinani ko'rib proverka qilib olaverasizlar. Lekin haliga seriyosniy udari yo'q ekan mashinani. Holati yaxshi bo'lib turibdi. Eng arzoni Namangan kanalidan uzoqlashmay, arzonlari oldinda bo'ladi. Egalar nomerlari Telegram kanalida o'tib olib, baraka qilib olaverasizlar. Bosadigan joyi akalar bosib tashlaverasizlar. 2150 ga 2009-yil Nexus 2 mashinasi. Bosamiz egarlar.